Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Videoga darrov bir like bosib kanalga obuna bo'linglar, chunki bu videomiz mol boqadigan, qo'y boqadigan odamlarga manfaatli bo'ladi. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida, ya'ni O'zbekiston davlatidan nishatib mol olib kelsa bo'ladi. Buyuk videomiz haqqında bo'ladi. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib, videoni o'xshashlar ko'rasiz aziz yurtdoshlar. Xullas, yana bir marta assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Videoga biz bir like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz, chunki ko'p odam so'radi mendan. Ya'ni Rossiyadan O'zbekiston nishatib mol olib kelsa bo'ladi. Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Videoga biz yana like bosib kanalimizga obuna bo'lib, videoni tarqatamiz, chunki ko'p odam bilaman Rossiyada O'zbekiston mol olib keldi. Ko'p odam aytib turibdi, kam 60 mol olib kelish mumkin deb turibdi. Ya'ni Rossiyaga O'zbekiston kami bir mashinada 60 mol olib kelsa bo'ladi deb turibdi. Yo'q aziz yurtdoshlar, qimmatga tushmaysizlar. Bir dona mol, 2 dona mol, 3 dona mol ham olib kelsa bo'ladi. Ya'ni Rossiyadan O'zbekistonga 3 dona mol olib kelsa ham bo'ladi. 1 dona kelsa ham bo'ladi. Ko'p odam aytib turibdi, furani puli qimmat. Yo'q aziz yurtdoshlar, furani o'rnida oddiy pritsepli mashinalar bor, oddiy gazellar bor. Masalan, oddiy bir lavboni ichidan ham 1 dona buqani, ya'ni novvoscha 250 kiloluk novvoschani yuklab olib kelsa bo'ladi Rossiyada O'zbekistonga. Ko'pchilik aytib turibdi, Rossiyadan O'zbekiston mol olib kelish uchun kamida 40 ming dollar, 50 ming dollar ketadi. Yo'q yurtdoshlar. 3 ming dollar bilan 5 dona mol olib kelsa bo'ladi Rossiyada O'zbekistonga. Ya'ni bu hech qanaqa siz o'ylagandek qimmat boshqa emas aziz yurtdoshlar, chunki ko'p odam aytib turibdi, Rossiyada O'zbekiston mol olib kelish dim qimmat bo'lib ketdi, hozir 50 ming dollar, 40 ming dollar deb. Yo'q aziz yurtdoshlar, bunday emas. Narx o'ynab turgani yo'q aziz yurtdoshlar. Narx bir xil, prosti odamlar novvoylarga qiziqadi, furada, parovozda, xullas shunaqa mashinalar olib kelishi xohlab turibdi. Agarda pulingiz bo'lsa, gazeldan ham, labudan ham olib kelsa bo'ladi. Oddiy labuslar persepini yuklab ham novvoschalar, ya'ni o'kishchalar olib kelsa bo'ladi. Ko'p odam o'ylaydi, faqat furada kelsa bo'ladi mol, furada, skatavozda mol olib kelsa bo'ladi. Ko'p odam kalla ishlanmay, odamlarni bilinmay kommentariy negativ yozadilar. Nechun 100 dona mol olib kelsa bo'ladi? 100 dona emas, xohlagan partiyadagi mol olib kelsa bo'ladi. Belgilisi paroda bu. Yurtdoshlar bir donasini bedi kami 3 oyligini 50 million so'mga topishimiz mumkin. 50 million so'mga bir mol. 3 oylik, ya'ni 3 oylik bo'lgan bilan u vesi 500 kilo yaqin bo'ladi belgisi paroda. Sizlarga tavsiya beraman, bir odamni, ya'ni Rossiyadan mol olib kelishi nechalik partiya kerak bo'lsa olib kelib berib turibdi. Ya'ni Urazmetov Dastonbek degan odam bor, xullasning nomerini qo'yib qo'yamiz ekranning tasida. Ulaşılan bog'lanarli saloha, ya'ni kommentariyada birinchida turadi shu odamning Telegram kanali, o'zining nomeri. Rossiyadan istalgan partiyadan mollarni akkalib beradi yurtdoshlar. Aldan komanda, chunki mashinliklar ko'p odam mashinliklar aldan turibdi. Mashinliklar aldanmasa yurtdoshlar, chunki Rossiyada O'zbekistonga mol olib kelish unchalik darajada qiyin emas. Uni hamma eplasa bo'ladi. Dastonbek Urazmetov deydi, sizlarga bor o'zining narsasi tekin, besplatniy ma'lumotlar berib o'tgan YouTube kanali bor. Urazmetov TV deb yozasizlar YouTube'da. Hamma o'z dokumentdan chizim ketadi, boshqa o'zining chizim ketadi. Hammasini aytib o'tdi aziz yurtdoshlar. Ko'p odam qayta so'radi, 5 dona video aytdi. Ya'ni Rossiyada O'zbekiston mol olib kelish uchun 5 dona video aytdi. Qayta ma'lumot aytdi. Kiberlikda yo'q bo'ladi. So'raysilarmi yana aytadi aziz yurtdoshlar. Ko'p odam aytadi, Rossiyadan O'zbekiston mol olib kelishi bizning sharoitimiz, dekonimiz, boshqamiz. Shu odam yaqinda sizlarga O'zbekistonning lipoy toshkasini yuborgan moldan sizlarga skidga deb arzonlab beradi. Masalan, 3 oylik semental novvoschani 30 million deb turgan bo'lsa, shu odam sizlarga 15 million olib kelish mumkin aziz yurtdoshlar. 15 bo'lmasa ham shu 2 million, 1 million foydasini qo'yadi. Zararga sotadilik foydasi 1 million, 2 million qo'yadi. Boshqa foyda qo'ymay sizlarga olib beradi. Sizlar O'zbekistondan lipoy toshkasidan mol topib beradi. O'zbekistondan ismi, Rossiyaning lipoy toshkasimi farqi yo'q, sizlarga mol topib beradi. O'zbekistondan Tojikistonga, Qirg'izistonga, Rossiyadan O'zbekistonga molni jo'natib beradi. Ko'p odam aytadi, Rossiyadan mol olib kelish chegarada qolib ketinma deb. Yo'q aziz yurtdoshlar, unday emas. Chegarada mol qolib ketmaslik uchun skatavoz, ya'ni skatavoz nomi deganlari mol tashiydigan fura mashina, ya'ni furani prinsipi tentovka bor, parovoz bor, reyf bor. Buncha emas bu. To'lqin mol uchun mol olib kelsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Pul mol o'zini yuklab olib kelsa bo'ladi. Chegarada, ya'ni pul bermasa, chegarachi mada pul bermasa, to'g'ri
o'tib ketasizlar. Dokumenti ko'rsatasizlar, o'tib ketadi. Dokumenti hozir kunda necha so'm bo'lib turibdi deganlari 900 ming rubldan 1,5 ming rublachalar, 1,5 million rublachalar bo'lib turibdi yurtdoshlar. Uzr yanglish ketdi. Xullas, shu Urazmetov Dastonbek qo'yib qo'yamiz. Pastda mol bo'yicha, boshqa bo'yicha shu yozasizlar. Hamma dokumentlari ko'p beradi. Ya'ni Rossiyada, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Lipoy toshkasini molingizni yuborib beradi. Agar u yondan kelasizlarda Rossiya molingizni ko'rsatadi, shuni pulini to'lab o'tasizlar. To'g'ri eshingiz sachalab borib beradi, pulini kelisizlar yurtdoshlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying yurtdoshlar. Keyingi videoda vaqtinda bo'lsa bizga til yozib ketinglar kommentariyaga.